Oddiy, sodda tilda reklamaga necha pul sarflash kerak? Mahsulotingizni, xizmatingizni sotmoqchisiz, lekin reklamaga, targetga necha pul sarflash kerak va uni ketidan necha pul daromad qilaman deydigan insonlar uchun bu video juda ham foydali bo'ladi. Birinchi biz aniqlab olishimiz kerak bo'lgan narsa bu mahsulotdan men o'zi necha pul daromad qilaman degan narsani bilib olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchidan, sizga murojaat qilishsa, ya'ni target orqali murojaat tushadigan bo'lsa, nechtasiga sota olasiz. Uchinchidan, sizga murojaat o'zi necha pulga tushadi target orqali va uchinchisi, nechta sotmoqchiligingizni aniqlab olishimiz kerak. Endi misollarga keladigan bo'lsak, mahsulot narxi yoki xizmatingiz narxi $50. Foydasi $20 bo'ladigan bo'lsa, biza ikkinchi o'rinda aniqlab olishimiz kerak bo'lgan narsa, nechtasiga sota olamiz. Deylik, target yoqildi, sizga 100 ta murojaat tushdi, 100 tasidan siz 10 tasiga sotdingiz. Bu degani siz 10% konversiya qilyapsiz, 10% odamga sotuv qilyapsiz. Endi o'zi target orqali murojaatlar necha pulga tushadi? Masalan, bitta murojaat narxi sizning xizmatingizga, mahsulotingizga murojaat narxi $1 tushdi. Buni ham oddiylashtiramiz. Kimgadir qimmat, kimgadir arzon. Demak, bizaga 100 ta murojaat $100 sarflashimiz kerak bo'ladi. 100 ta murojaat uchun $100 sarflaysiz. Demak, endi xulosa qiladigan bo'lsak, 10 ta sotuv qilamiz. $500 оборот bo'lyapti. $200 bizda foyda qilyapti. Endi reklama xarajatlarini minus qilib tashlaydigan bo'lsak, sof foydangiz sizda $100 qolyapti. Menimcha endi tushunarli bo'ldi. Endi siz aniqlab olishingiz kerak bo'lgan narsa, nechtasiga o'zi umuman target orqali sotmoqchisiz. Misol tariqasida 100 ta sotmoqchi bo'lsangiz, samo собой $1000 reklamaga sarflashingiz kerak bo'ladi. Ana endi siz reklamaga necha pul sarflash kerak degan savolingizga javob olgan bo'lsangiz, men xursandman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq like tugmasini bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.